أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد. بينك تيمز من البيان والتبيين للجاحظ. جاحظنك بيان والتبيين ديجان كتاب دين yüzünler demek. Cahil, cahaza diyen aslı gözünü çekken, kulta etken yamul. Bunun gözü onda kulta gözü olan cahil de atalım. Bu lakama yani özden islamaz. Allahümme inna na'udu bike min fitnetil kavli. Dua olan başlattı. Ey Allah, biz gep sözünki fitnesinin şerrinden saklanış için senden panalık dileymiz. Na'udu diyen ne yamulta? Panalık dileymiz yamul. Yamanlıktan saklanış için senin huzurunda panalık dileymiz yamul. Bu gep sözünün fitne basarlarımı ağır fitne basarlarımı verem. Gep sözde çataşkılan ehvalı bulup kalsan şundan panalık dileymiz. Çünkü söz ile adamın kallası geçişi mümkün. Ya da dozaklığı şu söz ile çirkilişi mümkün. El yukibbun nase ala vujuhihim fin nari illa hasaidu elsinatihim. Dozakka insanların dümşürüğünden şu tillerinin mahsulları bulmayı mütteye diyen hadis. Kema na'udu bike min fitnetil amel. Şirketinin, kılıklarımızın, fitne fasatlarının şerrinden saklanış için senin huzurundan panalık dileymiz. Ve na'udu bike minet tekellufi lima la nuhsin. Biz yaxşı kılanmaydıgan işlağı karta ve salmılıkның şerrinden panalık dileymiz dedim. Kema na'udu bike minel ucubi bima nuhsin. Yana şuna okşaş, biz yaxşı kılalaydıgan işlağı bilen kuranlık ketişinin şerrinden panalık dileymiz. Acı diyen özümüzü məhsizke getirmez. Cep mında kılalıktıma yaman, mında gözüge zoğulmuş, ecedilmiş, kuranlık ketiş diyendek aslında illetlerinin şerrinden panalık dileymiz. Ve na'udu bike minas salatati vel hezer. Salata diyen biz bir katım üttuk bunu. Salit lisan üttuk o. Ağız yaman, til uzun. Mesela bazı bir ayarlı var. Şunda birinin foydusuyla uğraşıp kalsa şu toxtumay tillap zadı tövbe tutgan. Tilina yaman, tolu gep qildigan, başqa til arqali azavurdigan degan gap. Salat tamam ha. Agar salata deb qalsang-chi, xamsay degan qilgan, ish chataq. Sulta deb qalsanglar, u chaqda huquq hukmdorning gibi sultan askariya deymiz hozir. Şu bir harf yomon kesse şu ta. Vel hazar faydası yok quruqlikni to'liq qilish. Yani mush ikki illatning sharridan panolik tilaymiz demoqchi ekan. Kama na'udu bika min al-ayyi wal hasr. Hasrni bilamiz. Nima? Demak shunda gap qilinmay duduqlab qolishdek. Shu ahvol. Ay degan o'zdagi ko'ngildagi mazmunni ifodalaymaslik. Ay. Yani geçirişip kılıştın, düdüklap kılıştın, kekezlep kılıştın, masalını uğturanmaya kılıştın, kanalık dilatı da var. Ve kadimen ma ta'avvadu billahi min şerrihima. Kadimden tartib, Araplar, aşı iki illetninki şerridin panahlık dilep kegen. Ve tedarra'u ilallahi fissalameti minhuma. Aşı iki illetin salamet kapkılış için Allah Teala'ga ilticak kegen, yelinip kegen. Tedarra degen, yeliniş. Yalvarış, iltica qilish. Ud'u rabbakum tadarruan ve khufya. İlla diye masalalar hazırmı? Yaqma al-ayy vel hasr. Ma huma diyen damir yerca ila aqrab mazkur desek. Aşkın desek mi buldu? Lekin yerden de üçkinki ikisinimiş. Ve qad qala an-Namir ibn Tawlab bir şairning ismi. A'izni rabbi min hasrin ve ayyin. Ey Rabbim, Rabbim şada munada. Ey Rabbim, meni geçilishdan ya ko'nglimdagi ifodalanmay, uqtiranmay qilishning sharridan shundan panolandirgan. Ve min nafsin u'alijuha ilaja. Yana illatini men shunda kuchab davolab bo'lmay qilayotgan shu bala tekkur nefsinin şerrinden panalandirgan. U'alij ilajan degan qattiq davolashtirishayotgan
Muş nefsinin şerridan saklaş üçün bunu panalandır. Bunun ilacını kılış, çaresini kılış yani. Demek nefsinin şerridan panalık dilegenge okşaş hazır. Gep kılanmay, kekesaklı duduklashning şerridan panalık kılar. Ve qala Mekki ibn Sivada el-Burjumi yoki Birjimi bu bir shoir ekan. Debdi hasirun mushabun jari'un jabanun. Mushaba musib emas. Nima uchun? Ism fa'ilga musib bo'lamdi ya. Ashabadan. Asl musib o'zini kelish kerak. Lekin ashab degan bu so'z bilan ism fa'il mushab deb kelgan. Mana da qo'llam. Qoidani qilib shazalatdan bunday mushab deymiz. Belki Mus'ab degan ismini balki shunga o'xshash bo'lishi mumkin. Mus'ab yani boshqalarga işte qiyinlashtirib, boshqalarni chorasiz qoldirgan kishi degandek-chi. Mus'ab degan qiyin deganmi? Boshqalarni qiyin ahvolga qo'yib qo'yadigan palvon degandek bo'lishi mumkin. Fa'illarda ma mushab debdi. Hasirun mushabun, mushab degan yani gapni to'liq qiladigan degan. Yusibuninki ism fa'ilidan bo'ladi. Mushabun asli musibun bo'lishi kerak-da. Lekin bu shaz alati mushabun deb keldi. Hasirun mushabun jari'un jabanun. Gapni duduqlab qolguchi, gapni to'liq yig'ichi, ham jur'atlik, ham qo'rqinchoq. Jaban degan qo'rqinchoq. Jari degan jur'atlik, jasoratlik demak. Khayru ayyir rijali ayyi sukuti. Erlarning ko'ngilga ifodalanmas illatining eng yaxshisi bu bunda jim turib bir narsa ifodalanmay qilaysiz. Biz deb gap qilib uqtiranmasam u ig'ir deydi. Bunda shu gap qilmay uqtiranmay qolgan shu yaxshi degandek. Demak, mana yuqorida hasrun musab ichkirisning yaxtimigan illat degan. Gap qilmas, duzuqlashni bir illat, to'liq gap qilish vatildab, shuni qilsin bir illat. Bak jur'atlik yuzi qalan bunda nima bo'lgan yaxshi emas, qo'rqincha bo'lgan yaxshi emas menimcha. O'rtada bo'lsin. Khayru ayyi rijali ayyi sukuti. Gap qilmay shunda qapag'ini shu yaxshi. Gap qilib uqtiranmay, nima deganligini qilolmaydigan bunda bo'lib qolgandan nima? Va qala al-akharu mali'un bi buhrin. Mali'dan ma mali to'g'risi. Men taqlomakkan qalil bo'lsin. Mali'un bi buhrin va iltifatun va sa'latun. Sa'la degan bir qatim deb gal taqtidan do. Beta gapni joyida qilolmay gap topamas. Dabalaqqa yasalma ataytini o'tlab qo'ydiga. Shuni demoqchilar. Kimga o'tlab o'tlab qo'yish. Sa'la degan shu bir qatim gal qilib qo'yish degan. Bahr degan yoki buhr degan hasirab ketishdek bir ahvol. Deb bunda nuqsa bu buhr ekan. Iltifat degan ishga qarab qilish, bu ham burilib qilish. Masalan, imtihonda o'tgan vaqtda sol nima ekipariga javob bersa, shu ezanmay o'tirib ketgan chog'i shu laqayli o'tirgan gap. Biray nima yordam qilamiz kerak. Bu chog'i yordam kelmaydi. Shu iltifat degan ishlardan asli burilish. Lekin bu yerda bizga yordam qilamiz deb chorasizlik bilan u ham bu ham qarorligimdir. Ashundan to'lab ketgan nima mali degan, xotira bilan to'lgan, u ham bu ham to'lqargan, ya'ni kelmagan o'tlab gelni qilib qo'ygan. Va mashhata ashnuna, ashnun degan yoki ashnun degan, ashana degan aslida. Bu bunda faraz qilib gaplashmasam, meningcha da xuddi-ku faraz qilishni bildirdi. Ammo bu yerda gapni joyida qilolmay qolgan saqlananda silab deb bundan qolganni ashnun deydi. Gap topolmay qolgan chog'da rasatadi. Ma Uyg'urdan beshna da tashishi mumkin. Demak, saqalni silash va fatlul asada. Mana bizning Uyg'urda bor. Ma'quldan bizning qiymatlatlash deymiz-ku. Xonim nimani so'rasa, zakar qilmaniga shu qiymatlatlar turgan. Fatla ta'birga uni barmoqni qo'lni ulab arxil millatda arxillashda bo'lishi mumkin. Demak, bu mushu ayiblangan, bunda illatni da'dirandi. Buni oldikanda shu munosabat qilib. Silash. Bu mashatun da ta'birdan kelgani, masalan, sa'latun deyni, bir qatim gal qilqish, bir qatim silash degan. Va mimma zammu bihi al-ayya qawluhu, yana shunda ko'ngilga ifodalanmasni ayblab shoir shunda degan deydi. Va ma biya min ayyin, menda unda gashish qilish degan ahvol yo'q. Va la antiqul khana,
sad gapni qilmayman. Qana degan sad gap, hayosiz gap degan bo'ldi. İza jama'al aqwama fil khatbi muhfilun. Qavmlarni xat degan cho'ng voqea, cho'ng hodisa, bir cho'ng ish bo'lsa, butun qabilalarning aqsoqollari, davlat reislari bedeti yig'ildi masalan. Shunga o'xshash, ayda cho'ng bir aloqa bo'lib, cho'ng so'rin, nurg'un qavmlarni to'plab qatadi. Muhfil degan ayda so'rin tashkillangan bir ish degan. So'rin degan mahfal degan aslida yig'ilgan. Hafal degan yig'ilishni bildiradi. Hafila degan avtobusni hafila deymiz. Jiqalarni yig'ib mang'an narsa. Ihtimalmi shu. Tabriklagan chog'da qadam yig'ilib tabriklaymiz-ku. Demak, nurg'un kishilarni biror cho'ng voqea, biror so'rin tashkillab to'plab qolsa, men unda satgap qilmayman, gachilish qilmayman, tilim ravon, chiroyli so'zlayman demoqchi. Wa qala ar-rajizu wa huwa yamtahu bidalwihi. Rajiz degan bu qo'shiqchi. Rajaz degan she'rningki bir vazni bu. Odatda masalan, qaribga shahodatda bir so'rinlarda, Uyg'urlarda qo'shiq aytishadi-ku. Misol rajaz deydi. She'r emas bu. Yani she'r degan unda usalamda direkt nimasi. Rajaz degan masalan jangda qisqa bunda tez-tez bir vazni uchirib nima qilsa bu rajaz bo'ladi. She'rningki yangiroq bir turi. Rajiz degan shu shoir degandagi, lekin qo'shiq aytgan qo'shiqchi degan ma'noda. Rajaz qiluvchi rajiz demoqchi. Va huwa yamtahu bidalwihi. Dalil degan sizlar yamtahu degan su tatlu degan. Quduqdan su tatib qo'yma. Burun unda ya'ni masalan 5-10 metr ko'lsa, jumla qilib ko'lak to'qmasdan. Bo'lgankin shu yerda unda su yig'ilib ya 1 metr ya 50 sm su yig'ilib turibdi. Endi uni chilakni avval qilib tashlab, unda millatsak suvni cho'kida cho'kkandan unda tartibdik. Mataha degan shu og'amchini tartib degan. Demak, yamtahu bidalwi degan chilik bilan su tartibitib, mushunda qo'shiq aytishgan. Aliqta ya hadithu indal wirdi. Siz vardimi? Vard bo'lsinki, vard bo'lsin. Va nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Lanki wird ma. Va in minkum illa wariduha. Varada deganni bizning degan to. Su bo'yiga suv ichib berasiz. Suv ichib berasiz degan. Nima? Bu sitedi degan bo'lmaydi. Mumkin illa wariduha degan, ammo so'qim chiresa degan bo'lmaydi. Bo'yiga bir shunda kelib tapchini shunda bir ko'rib ondan mana kelib sirkib olib ko'chib ketdi. Wird degan suv ichkili bag'an chaqda deydi. Indal wird degan suv taqli bag'an chaqda degan bo'ldi. Quduqqa shu wird qilishda quduqqa bag'an shu wird bo'ldi. Ya ustaning oldiga borish mumkin, ya quduqning qachib kirish mumkin. Wird. Walamma warada ma amadiyan. Ya hadis degan mutahaddis degan bo'lish mumkin. Su bo'yiga kelgan chaqda so'zligicha sen etib qolding degandek. Enga qilolmay qolding degan bo'lish mumkin. Bijabi'in jabi emas nima? Bijabi'in la raflat taraddi. Jabi degan ustum kelgan bir kishi. Mazmun shu ekan. Rafal deganda biz bir qitim o'tgan. Nima bo'ldi? Va huwa yarfulu fi mashyatihi dedi. La akarlıqlar mangda degan. Cho'nchilik qildi degan manda. Taraddi degan shu. Taraddi degan ya past g'ulab chiqib ketishgan bo'lishi mumkin. Yoki kiyinishi degan bo'lishi mumkin. Kiyinishi unda takabburona emas degan bo'lishi mumkin. La rafalat taraddi. Nada aslida taraddi deganni al-ihtimal bir rida bilan firqanolish debdi. Demak, rida kiyinishi takabburlarcha emas, kuchdan bir kattagan odam bilan sen gap qilolmay qolding degan ekan. Takabburlarcha unda kiyinib mangmaydi degan bo'ldi ekan. Wala ayyun bibtina'il majdi. Ulug'liq tiklashda, ulug'liq bino qilishda gap qilolmay qoladigan emas. Yo'q, shunda bir kap qilib sen esib qolding demak shu şeydan. Buning oldikayında ba'zi gaplar bor. Men kesib kelgan ekan, o'zi shunda qilib qoldi. Va hada ka qawl Bashar al-A'ma, Bashar al-A'ma degan Bashar ibn Burd. Una mashhur shoirlarning birisi. Va ayyul fi'al ka ayyil maqali. Qulning gachiligi, tilning gachiligiga o'xshash demak.
Sen demek olgan narsani ziyinmay, ifodalanmay qilishingga o'xshaydi shu. Qilmoqchi bo'lgan ishingni joyida qilolmasdan, shunga o'xshashdir deydi. Maqol degan so'z. Va fis samti ayyun ka'ayyil kalim. Endi lanjim demay, jim turishibdimi? Xuddi so'z orqali maqsad ifodalanmay turib qolgandek, shunda bir narsa ifodalanmay qilish bor debdi. Jim turish. Jim turishni xuddi bir xil ko'ngilga ifodalanmaslikning bir turiga o'zgandek. Jim turgandan keyin bu nima demakchi qo'llanmaydi-ku? Jim turish 11gachida demakchi. Va hadal madhabu shabihun bima dhahaba ilayhi Shutim ibn Khuwaylid al-Fazari fi qawli. Hadal madhab degani mush yuqorida o'tgan mush qarash, ya'ni mush gachini suqilishni ayblashni ama. Bu ma shoir degan nimaga yaqinlashib qoladi deydi. Wala yush'abuna as-sad'a yoki wala yash'abuna as-sad'a ba'da tafaqumin. Sada degan yerak yoki chak deb ketgan narsani sada. Tafaqum degan baklan cho'ng yerilib ig'irlashgancha dedi. Bir narsa yerilib ketdi yoki sunib ketdi. Bu hamda kichik yerilib turishiga charqinmaymi unda? Resmi yerilib shifat bo'lib qolgan chog'da buni ulaytdim yoki yemlaytdim deb harakat qilmaydi demakchi. Ya'ni bu hozir bir qavmni sifatlardir. Bular masala ig'irlashgan chog'da ondan buni hal qilib deb unda jumaydi. Baştalan kichik chog'dan bir taraf qiladi demakchi. Va fi rifqi aydikum lidis sud'i sha'ibu. Sizlarning qo'linglarda, sizlarning qo'lingning muloyimligida yerilib ketgan, sunib ketgan narsa uchun yemlash bor edi. Sha'ibun yemlovchi degan. Yani sizlar shunda muloyim kishilar, sizlar masalalar qilibdan tashilma o'shitalislar demakchi. Bir qavmni madilatdir. Zid suda degan shu yerik bor narsa, yerik egisi degandek. Buni demoqchi o'g'lim, sizlarning dushmaning bor. Sunib ketgan narsa faqat o'shmaydi. Charqinmaydi. Lekin sizlar muloyimlikning bilan, yaxshilikning bilan kachi ba'zida nimani o'shirsizlar, masalan, qilsizlar demakchi. Va hada ka qawli Zaban ibn Sayyar. Bu mashayirning so'ziga o'xshash debdi. Bu ayin bilan munosabati buni. Turib qolmaya shu. O'sha bir og'iz gap bilan halolab ketishni keyin murakkablashib, o gap so'zni taqinmaydigan o'chaqqa tashlab qo'ymay, sizlar muloyim chiqarsa so'z bilan qachida masalan qilsizlar deb o'xshaydi. ولسنا كأقوام أجدوا رياسة يرى مالها ولا يحس فعالها. Biz burun reis olab bakmagan keyin shundan bir reisga cho'ng bir martaga erishib qolgan bunda kishilarga o'xshamaymiz. Bunda kishilar yura maluha. Uning mol-mulki ko'zi ko'rinib turdi, lekin qilgan ishi his qilinmaydi. Bu deganda asli bu odamning tigida bunda yaxshilik yo'q odamlar. Ular inshaalloh planmada bir mol dunyoga erishib qoldi. Erishib qolgandan keyin puli bormi bo'lsa bu millioner deydi. Lekin millionerga loyiq xayr-saxovat ya millat uchun ya din uchun qilgan ishning tayini yo'q. Hech kim tuymaydi unda bir pul sarf qilganligini demak. Biz unda kishilarga o'xshamaymiz. Biz tigimizdan o'shunda boshqa bizning sharikni ko'rib, his qilib kelayotgan kishilar demak. Yuriguna fil xisbi al-umura. Xisb degan mo'lchilik. Mo'lchilikda ishlarni maxfiy bir taraf qilayotmoqchi bo'ldi deydi. Demak, hamda puljiq bo'lgan chog'da bizga mamdurning pul borligini yo pulning barakatini, foydasini asas ko'rmaydi. Asas to'g'riladi. Qo'y to'ygan chog'da masalan, o'qilon qo'ysam uning mizojini shu maxfiy shu sabablan farqlayib turibdi, bizga mizoj bermaydi deganda. Umur degan ishlar. Demak, ishlarni mo'lchilikda ishlarni shunday hech kim tudmaylam qiladi. Kavsasini chiqamaylam. To'g'ri degandek. Maxfiy qiladi degan bo'ladi. Shu muravaga deymiz-ku, ilgarni. Muravaga degan ilgar. Maxfiy ishni to'g'rilaydigan muravaga deymiz. Va naf'uhum qalil. Kishilarga foydasi intayin oz. Idal amwalu tala hizaluha, huzaluha. Kishilarga foydasi oz deb qachon desa, al-amwal degan mol, ya'ni shu arablarning mol mulkidan iborat, tugidan iborat.
Uyg'urda bo'lsa mal deymizmi, masalan, kala, qo'yni mal deb qo'yish bor. Ha. Yezda shuna mal deydigan ish bor. Sharmallarni, ularni mal deb qo'ydi. Malning böyle nima iborat, tugidan iborat. Mallar, ya'ni tugilar uruqlab, bu uruqlash nimasi bir uzrab ketsa, ya'ni bir xil qaychilik, mulkchilik olmay, qaychilik endi tugan uchun unday uruqlab keladi uzun muddat. Mulkchilik olmay, o'tchib jiqonman degan suv, o'tchib bo'lman ekan, uruqlab ketadi. Bunda ahvol bo'lib qolsa, kishilarga yetilgan manfaati bak oz. Endi bu qaychilik bo'lib qolsa, kishilarga manfaati oz ekan. Mulkchilik bo'lsa o'chaqdan o ishni shunda yanlışlıkla to'g'rilatib bu kambag'alligiga binasini birib qo'ymaydi. Ya'ni bu hozir kishilarni ajbi so'kadi. Va qulna bila ayyin. Demak, avval shunda biz kekashlab qolmay, duduqlab qolmay so'zni vaqt deymiz deydi. Shunda dedi. Va susna bi taqatin. Taqat degan narsa kuch bilan boshqurdik degan. Susna degan boshqurish. Siyasa Yesusu asli tigizin nima bo'ldi? Asli yavatni kundirishning gibi. Muhammad Abdullah la'anallohu fi'la sasa Yesusu va mashtuqqa min zalik. Allah Taala sasa degan fe'l, Yesusu degan uning turilishi va o'sha sasadan turlangan nimaning hammaga la'nat qilsin. Ya'ni siyasa degan anda saksızlık olan iken bu saksızlık işine lanet etsinler. İden narul harbi talaşta'aluha. Yani ot bağçakda biz nâhayete küçülen bunda başkurup gaz yapını kılıp bunda cihan soğan toz demek için. Bu nar nima desa, narul harbi degan bedelen izohlatıdır. Nima ot desa, jang o'ti. Jang qo'zg'alib uzun muddatda davomlashgan chog'da biz navas siyosatidan, tadbir choralaridan boshqaroq gapni munoyati ravon qilib, bunda davlat ko'rgan odamlar demak. İştial degan tutashgan, yongan, ko'ygan. Innahum yaj'alunal ajza wal 'ayya minal khurqi. O'sha innahum degan arablar ojizlikni va gap qilolmay qilishni, ko'ngilga ifodalanmay qilishni kam tuqib hisoblaydi. Xurq degan kamlekin bir narsa bir rahmat tushko'z kam bo'ldi, gilan rahmunda bir narsa saqlanmay tushkilab qolsa bir xil ayb bo'ldi. Ayb hisoblaydi demakchi. Yoki ahmoqlik, dud hisoblaydi degan bo'l. Aqrab degan. Kana fil jawarihi am fil alsina. Badanning o'shunda a'zolar bo'lib qolsin. Masalan, qo'li kalkamaydigan, jangda qilich yapolmaydigan, masalan, o'qiy olmaydigan, yoki xalqqa yaxshilik qilolmaydigan, yordam qilolmaydigan bo'lsam, yoki tilda bo'lib qolsa bu ayb, bunda ayb hisoblaydi demak. Va qala ibn Ahmar al-Bahili, ibn Ahmar al-Bahili degan shoir debdi, "Law kuntu za ilmin alimtu." Agar men bilimli bo'lib qolsam, joy bilaman narsani. Bilimim bo'lib qolsa, bilaman. Va kayfa li bil ilmi ba'da tadabbur al-amri. Tadabbur degan ishada o'tib ketish, favorit degan ma'noda. Degan ish bo'lib qolgandan keyin men nima bilayman? Oldin xalaqim bo'lsam, bir ish bo'lsa ilgari chora qila olmayman. Saçı masalan, üstü payso olib ketgan chaqda men chora qilaman. Olib ketmay turgan chaqda asta bir parvarab ishga gap qilib asta uni qutuldira olmaydim degandakim. Qo'ldan ish ketgandan keyin men nima bilayman uni, nima qila olmayman degan. Va qalu fi samti ka qawlihim fi nutqi. Endi ba'zi shoirlar so'zga ravon gapni joyida qilish umuman fazilat degan bilan gap qilmay turishmi u bakrak fazilat deganlar ekan. Hozir bunning qarashlari o'xshashmaydi. Ba'zi gap qilmaslar, gap qilmay qilishni aytdi. Endi ba'zilar gap qilmay turish degan bu mutaqa gap qilgandan bakrak istilnasa. Ma'rifda bog'ib, "Iza kana al-kalamu min fidda, fal-sukut min zahab." So'z qilish kumushdan bo'lsa, jim turish oltindan. Demak, sho'g'lan jim tursan, gapsiz xatolashmaysan, ya kallan ketmaydi, ya kufrga qilmaysan degandek masalan. Jim turish afzal demak. Qala Uhayhatu ibn al-Julah, bu shoirning ismi shunday ekan. Debdi, "Was-samtu ahsanu bil fata." Fata degan yigit. Sukut qilish, jim turish yigitga eng yarashilgan, eng yaxshi ish deydi. Ma lam yakun ayyun yushinuhu.
Onun da onu ayıpna kıldıgan, ayıp kıldıgan çoğunlukla ifade edilmezlik kaçılısı bulmuşsa lan cim tuğunu muşu en yarışılgan layık eşmek. Gepini cahil kılanma ifade etmediği adam olup kalsa bu şu gep kılanmayı kılmak için kolaştırıp gep kılanmayma der maksudunu uçturamayman der cim tuğdu deydi. Bu çare ayıp kılap oldu. İşin diyen şu ayıp kıldıgan demek. Ama cahil sözlerden adam bulup cim tuğsa bu hakiki isim eşmek. Wal qawlu zu khatalin. Khatal degani bizda qatib o'tgan. Nima degan ma'noda? Wal khatal degani gap so'zda yengiltaklik, tantaklik. Yoki ahmoqona so'z qilib qo'yish. So'z degan ahmoqonlikdan, yengiltaklikdan xoli bo'lmaydigan narsa. Idza ma lam yakun lubbun yu'inuhu. Uningga hamdamli bo'ladigan bir aql bo'lmasa, gap so'zga ketib qolsa degan. Shunga kimni gap so'z jiqosa hatalığa şunti jiqildi. Men kasura kalamuhu kasura qata'uhu. Yani hadisda men kan Alloh yawmil oxir falyaqul khayran aw liyasmut. Ha, sen yaxshi gapni demoqchi bo'lsan, haqni yetkazmoqchi, zurul bir ishni, ya'ni nasihat qilmoqchi, manda shu qilsa, bu chog'da so'zlash yaxshi. Lekin undan boshqani aytmaydigan g'ayrat shikoyat, ortiqcha buyruq gapirib qolsa, jin tug'ini yaxshi degan. Vaqala afar jama'at tu sunufal ayy min kulli wijhat hamma tarafdan man gachilikning ifodalanmasning turlarini hammadan to'pladim dedi. Va kuntu hariyan bil balagati min kasabi. Demak men gap qilmay jim turishni necha tarafdan to'plagan, shu sifatni men to'plagan debdi. Va gap qilmay turgan bo'lgandan keyin men balag'atga eng yaqin bo'lishga loyiq. Men bali bo'lganman, ma'tiliqa başkalığa maqsad uqtirishda eng eskidan bo'lgan. Kasab degani zivardiskisi var. Kasab degan yaqin nima bo'ladi? An kasab degan min kasab degan yaqindan. Ya'ni balog'atga eng yaqin bo'lishga men loyiq. Chunki men hamma tarafdan men gap qilmaydigan birsi, mo'rimasdan birsi. Bu ham men gap qilmas afzal deganlarning o'zi. Abuka mu'immun fil kalami wa mukhwaldan wa mukhwalukan mukhwaldan sizga maqulu deb yoziladi. Mukhwal emas, mukhwaldan. Mu'immun degan ism tag'lirati degan, tag'liri isiltadi. Amma degan tag'va. Demak, tag'i jatdan ism tag'liri va oyinda kishitdi. Nima deyapti fil kalam? So'zda so'zga usta tağıları bartı dedi atan. Yani sizin şu ataboğulların tağıların sözmen kişilerdi demekçi. Hal degen bu ana taraftan boğan tağa. Am degen dad taraftan boğan tağa. Demek dadı taraftan boğan tağıların mı? Şunda isilte sözmen naat kişilerdi. Ana taraftan boğan tağıların mı? Şunda yani sizin hem taraftan boğan tağıların ataboğulların hem mesela sözmen kişilerdi demekçi. Muhval danlaşın. Avu muamma degan muammun bo'lishi mumkin. Chunki ma Ibn al-Qaysning musta bijidin muammin fil ashirati mukhwali debgan. Muammun bo'lishi mumkin. Wa qaluka wasabul jarathim fil khutabi. Qaluka degan sen tag'an, ya'ni ana tarafdan bo'lgan bir tag'an. Balki o'zini bo'lishi mumkin hozir jiyani xitob qilayotgan bo'lsa. Wasabul jarathim fil khutab. Khutab degan bu nutq so'zlash, leksiya so'zlash, so'z qilish ishlarida vasabul jaratin deydi. Jaratin degan daraxtning bir tupi bo'lsa, daraxtning shu tupi bo'lgan yerdagi to'plarni jaratin deydi. Hozir jaratin mikrodemizga jaratin degan bir daraxtning tupidagi shu yildiz chirkatga yerdagi to'pini jaratin deydi. Ve bu anda söyleyen çağda, söyleyen adetimde bir daraxt yo'linib o'tiribmasdan. Yo'linib turib balki söyleyen bo'lsam da, bu söyleyen çağda daraxtning tubida uzun o'ttovchi deydi. Shunda uzun so'zlikchi demoqchim. Vattab degan qattiq o'tirgan odamni vattab deydi. Asli bu vattabda sakirdi, etildi, sakildi degan ma'noda, lekin ba'zi qabilaning tilida o'tirishni bildirdi. Demek bu tavan so'zgan chaqilda aslida uzun so'zlaydi demakchi. Va qala Humaydul Arqat budabtu atana va lam ya'dilhu sahban wa ili. Atana degan bizga keldi.
ولم يعدلوا صحبان وائل degan bu adamning ismi. Uningga Sahban va'il tankilanmadi deydi. Nima jihatdan? Bayanan va ilman billadhi huwa qa'il. Ya'ni o'zi degan gapni obdan bilishda va obdan bayon qilishda Sahban va'il uningga tankilanmadi. Kama jala anhu al-laqmu hatta ka'annahu laqm degan og'zi sog'an shu tomoqni laqm deymiz. Luqum deymiz, luqum. Demak u luqma tek og'zida batdi deydi. Hatta ka'annahu min al-ayy lamma an takallama baqilu. Demak og'zi sog'an tomoq xuddi og'zida turavergandek. U faqat gap qilmay qoldi deydi. Og'ziga narsa qilgan gap qilmaydi-ku? Gap qilmay qoldi. Hatta ka'annahu min al-ayy gap qilmaganlikdan gap qilgan chaqda baqilga o'xshab qoldi. Baqilgan kim? U baqilma biz bayatning qandaqilig'i ishorat bilan nima qilib gap qilmagan bir kishi olib shuni maqoldan silib ketdi. Mo'ramasdan biz ekan baqilga. Ba'asni qarasanglarmi? Undabda qal jahiz baqil masalun fil ay. Ko'zga ifoda emaski maqoldan silib ketgan bir kishi bu. Va qala Abu Ubayda balagha min ayyi baqilin baqilning gap qilmaslikka shu yerga yetdiki, shu darajaga yetdiki, annahu ishtara dhabiyan bi 11 dirhaman. Bir kekni ya bu odamga. Shu ayollarga o'xshadigini shu. Billahi ya dhabiyatil qa'i qulna lana alaylaya min kunna am layla min al-bashar. Rimun yamushu ahu dengep. Alisher Navoiyning usta ahu deydi, ahu xotan. Xotanning ahu ko'zlik go'zaldir degan. Buning yoki yo'q kalining ko'zi unda yo'g'on zoom bo'ladi. Bu ko'zning yo'g'on bo'lishi ayollarda bir go'zallikni qiladi, uzluqni. Şey bu aytgandan önce ko'zga qarab to'xtab qoldi deydi bak. Sirada bo'lib. Shuna kiyik o'xshadi. Bu 11 tanga haqiqiy kiyikni olibdi-kan, ha? Olgandan keyin fallaqiya shaxsun faqallahu birisi ushrab bikam ishtirayta netchiga Allah bu naya deb so'rabdi. Fafataha kaffayhi va farraqa asabi'ahu va akhraja lisanahu. 11 deshin qandaqdi? Qo'lning barmoqni karib, tilni chiqargan ma qo'lning barmoqi 10. Tillar 11 oldu. Yushiru bidalika ila 11. 11 ga ishorat qildi. Favataba dhabiyu kek atlaplam ketdi. Zaifladim qo'ldan boshlanib ketdi. Ish qo'lda unda ishorat qilgandan uni tutmaydi-da. Faduriba bihil matalu fil ay. Shular gap qilmaslikda, mo'rmaslikda maqoldan silib ketgan. Demak bu gap qilgan chaqdanda baqilda qilib ketdi. Gap qilgan chaqda bu gap qilmadi demakchi. Yaqulu wa qad alqal mirsiy lil qira. Mirsi degan nima deymdi? Ya odamning ismi bo'lishi mumkin. Mirsi yoki ulqiyal mirsiy bo'lishi mumkin. Alqa desak mirsi fa'il oldu. Qira degan mehmonni kutish uchun. Ya'ni mehmonga sungan tamoq qo'yish uchun. Yani mehmonga tamoqni qo'yish uchun shu dasturxon silingan chaqda deydi: "Abilli mal hajjaju bin nas fa'ilu." Mana aytdingki, hajjaj kishilarni nima qilmoqchi? Demak, ma'lumni tilga kiraman ekan. Birisini baklar to'yga ishkalarni selishtirib qolgan. Hajjaj degan zalim amirlarning birisi. Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi. Hajjaj zalim deymiz-ku. Mush Qur'on Karimga zilzilar qo'ydigan kishi shu deb qaraldi. Va qala akhar: "Madha ruzina minka ummal aswadi." Ummal aswad bu bir ayol. Kunyati shunami? Sizdan biz nima musibatga uchirdik? Yani sizdan bizga nima balo keldi demoqchi. Raza degan musibatga uchirdi, balo uchirdi. Bu hadislarimiz shuda. Sizdan biz bir yomonlik balo musibat ko'rmadik demoqchi ekan. Min rahabis sadri, ko'ngil ko'rsangiz kan. Sizdan da bir musibat yomonlik ko'rdiga ayol emas, sizning ko'ngil ko'rsangiz kan. Va aqlin mutlidi. Talat deganni biz bir xil o'tdik. Tarif degan ma atasini. Laysa lahu tarifan va la talida. Tarif degan oti bo'lardan qaqbagan ulug'liq mol dunyo. Ya'da aqlin mutlid degan oti bo'lardan qaqbagan aqlanalik. Yoki mutlid bo'lib qolsa, fa'il bo'lib qolsa, shunda mengu qoldiradigan ziraklik degan bo'lishi mumkin.
yani bir çeçenlikni bildirdim. Sizin ko'ngil ko'rsiniz keng, chechen, vahya sanna'un bil lisani va bil yad. Yani tili orqali va qo'l orqali sanna' degan kishiga xayr saxovat turgan yaxshilikni mayqib nan chiqarib turgan, tamoq chiqarib turgan, gap so'z orqali xalqning ko'nglini yasaydigan degan. Bunda yaxshi bir ayol tursa bizga undan nima yomonlik keldi demak. Demak, hozir bu yerda gap qilishni marilayotgandek, hamdan yana bir tarafdan gap qilishni qo'l orqali yaxshilik qilib turish, yani gap qilishni ish orqali xayrli qilib turishni marilayotgandek. Va qalamda nima jahiz dedi. وقيل لبدر جمهر ابن البختكان الفارسي İranlık bir danışmanken bu. Tamam. Buzurcumlar bizden kitaplarımızda çıkıyordu o. Bu adil bir padişahın veziri iken, danışman vezir iken. Bununla bir sebepti. Ayyu şeyin estaru lil ayb. Ko'ngil ifodalanmagan kishiga nisbatan uni aybini o'rgatmasnima desa, qala aqlun yujammilu. Buni bunda ta'zizlab chiroyli ko'rsatgan aql, zirek. Dana aql bo'lsa, u chog'da gap qilolmasmi, asta o'rgatib ketgan bo'ldi debdi. Qila fa illam yakun lahu aqlun, agar u aqlli bo'lmasa, zirek bo'lmasa desa, qala famalun yasturu. U chog'da mal dunyosini baylab qolsa, uni o'rgatib debdi. Fa illam yakun lahu malun, agar mal-mulk bo'lmasa, qala fa ikhwanun yu'abbirun anhu. Do'st birodarlari uning o'rnida uning gapini ifodalab, so'zini ifodalab bersa, u chog'da yana yurgib qoladi. Ammo birodarlar menda demoqchiydi, agar sizlar bunda gap qilib bersa, uning o'rnida u chog'da chanmaydi debdi. Qila fa illam yakun lahu ikhwanun yu'abbirun anhu. Unda gap so'zni ifodalab, maqsadni ifodalab turgan do'st birodarlar, og'inlar bo'lmasa, qala fa yakunu za samtun. Unda lam jim demay, zo'n surmay to'g'ri yaxshi. Qila fa illam yakun za samtun. Unda gapmay jim tumaydigan odam keldi. Gap qilsam timdab, apilsiz odam bo'lib qolsa desa, qala fa mautun wahiyyun khayrun lahu min an yakuna fi daril haya. Bu hayotlik dunyosida bo'lganidan tiz o'lgan yaxshi. Va ko'rgan ifodalanmay, ham jim tumay gap qilaman deb nima qilgandan o'lgan yaxshi demak. Wa sa'alallahu Musa ibn Imron alayhis salam hina ba'athahu ila fir'auna بإبلاغ رسالته. İmran'ın oğlu Musa aleyhisselam Allah Teala'dan müddet tegenti. Qaçarsa hina ba'athahu ila Fir'aun. Fir'aun'a peygamber kılıp tevatken çağda. İzhab ila Fir'auna innehu taga. Faqul hal laka ila an tazakka ve ahdiyaka ila rabbika fatakhsha dedi ma. Şu çağda Musa aleyhisselam peygamberlik vazifesini topşırıldı. Bi'iblag risalati. Peygamberlik, elçilik vazifesi boyunca topşırılgan İslam çağrısını yetkiziş için vel ibanete an hüccetihi özünün delil faktini tuluq, iniqlab, uçuqlab, izahlab veriş için vel ifsahi an edilletihi özünün delil faktlerini uçuq bayan kılış için. İfsah, ibana kısa bir manda. Mesela tan attı, ifsah sulh deyimiz. Tan yürüdü deyimiz o, yürüklüğünü bildirgan. Uçuq yürüklüğünü bildirgan. Şunu fasih deyimiz. شنو السوز قصة فصيح فصاحة جمشة فقال حين ذكر العقدة التي كانت في لسانه الله تعالى دنتلاب أشتلد با كيكشلك أجاشلك مثلا دودقلاب قلش كيكشلك قلش عند بر إلا تراكم جاب قصة روان كلام مالك عقدة عقدة ديان من ده تقلب قلش تقلب قلش ديان ما عنده شو تختم ما عقدينس. Çünkü işkinasında bağlısak, kolu işte, şunama diysek, bu akd oldu. Tohtan kirişim yendi. Mağlam da şunda bir çekişlik, duduklaşmasın, kikeşlik yendi bir ahval. Vel hubsatallati kanat fi bayanihi. İfadeleşte, bayani iradır, ifadeleşte sikul. İfadeleşteki, gaplanmay to'xtab qilish, hubsatga hasr deganga o'xshashi. Yani habas degan so'rab qo'ydi deymiz-ku. Tilni kim to'xtagandek so'rab qo'ygandek, endi to'xtab qilish, kekeshlash, nimasi demak. Bunda tilabtandi. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tilimdan ashu kekeshlikni, duduqlashni yeshitsa, xuddi masalan chigishni so'ragandek, bunda yeshitgandek. Shuni bir alqilashlar deganman. Tugunni yeshitlar degandek. Ya to'qinoq desak bo'ldi, oq degan. To'qinoqni yeshitlar deganman. Ya'ni tilimni ravon qilib paslar, kekeshlab qolmay, duduqlab qolmaymiz. Yaftahu qawli,
Men şu standartı şartlamoqchi olan kişiler benim sözümni tushunsin. Ve enba'ana Allahu tebaraka ve taala an ta'alluq Fir'auna bi kulli sebep. Allah Taala Fir'aunninki qanday bir sabab bo'lsin, qanday bir ish bo'lsin, shunga eslanib, shuni bana qilib masalan, shunda chepilib olganligini bizga xabar berdi deydi. Wastirahatihi deydi. An ta'alluqi bo'lgan an istirahatihi ila kulli shag'ab. Shag'ab degan parakinchilik qilish, g'alvis qilish, ishtirish yendek degan. Har qanday ishni pasatqa to'g'ri aram topadiganligi, shuni sotlish yo'lda esloldiganligi, bana qilib turoldiganligini bizga xabar berganda. Wa nabbahna bizalika ala madhhab kulli jahidin mu'anid. Ashunu bilan billah, yani Fir'aunning shu xuyini bizga bayon qilish orqali har qanday bunda tanguchi, kejlashuvchi badbaxtlarningki tutgan yo'lini bizga ogohlantirib bergan bo'ldi. Jahid degan tanguchi, mu'anid degan kejlashuvchi, kajlashuvchi, jahillik qiluvchi. Ashunda kishilarningki tutgan yo'li, madhab degan tutgan yo'li. Shuningga bizni tanbih berib qo'ydi dedi. Va ala kulli muhtalin mukayid. Va yana yilgar ilinayranchi desek bo'ladi. Ala kulli muhtal mukayid. Suiqat qildigan, boshqa qopqon qildigan, bunda yilgar Makkarningki tutgan yo'liga tanbih ogohlantirish berdi dedi. Kayd deganmi boshqalarga unda qopqon qilish, yerlik suiqat qilish kerak. Inna kayda kunna azim. Hina xabarana biqawlihi. Mush so'zlardan xabar bergan chig'ida dedi. Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Mahin degan ko'zgilmaydigan xar, tayin yo'q endi. Mushunda bir tayin yo'q, har bir odam bu yaxshimi yoki men yaxshimi buningda endimash. Wa la yakadu yubin. Maqsadni aran uqtirgan. Yani uqtiranmay qolgan qoldigan endi. Demak, Musa alayhisolamning duduqlab gap qilishimi eslagan bu. Aşağıdan bana askere eslaga. Bu gapning mazmuni qarab olsan, va dalil paktartın aciz kelsa, bu gapni o'shaqlamagan tursa, bu dat bunda bana yani. Ve qala Musa alayhissalam: "Akhi Haruna huwa afsah minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni." Mening qarindishim Harun mendan bakrak til ravan dedi. Til jihatda, lisanan degani til jihatdan mendimmi ravan so'zlaydigan, yaxshi ifodalaydigan. Shunga fa'digan o'sha shunga fa arsilu ma'i. Uni men bilan birga ivasila. Rid'an, rid degan yordamchi, hindimchi. Mu'in, nasir degan ma'noda. Rid'an yusaddiquni, men tasdiqlab turadigan yordamchi, hindimchi qilib Harun qarindishimni men bilan birga ivasila deb Alloh taoladan tiladi. Va qala va yadiqu sadri va la yantaliqu lisani. İşim sıkılıp gidiyor dedi. Ve yediği sadri. Ve la yantaliqu lisani. Tilim ravan bulup gitmeydi. Yüzün ehvalını bayan kıldandı Musa aleyhisselam. Ben de bunda illet var. Gepni kaçki kılanmaya kılama. Anını sıkılıp ayındarım gitme. Tilim tutup kalıdı dedi. Rıgbatan minhu fi gayetil ifsahi bil hücce. Bu sözden ne demekçe ise Musa aleyhisselam'ın maksadı delil paketine ait ravan bayan kılsam bıktım ha. İnşallah tutuk bayan kılsam bulmaydı. Tilim tazir ravan emas deb özürisini bayan kılıyordu. Vel mubalagati fi vuduhid delale. Delil paketini uçuk ifadeleşte mubalag kılıp şunu halap müznad edin. Litekunel a'naqu ileyhi emyel. Tili ravan bolsa bütün boyalla bununla muşunda sözlük telpinişidir. Hemmisi dikkat qilib boynusida bunday gapini anglaydigan bo'lish uchun. Vel uqulu anhu afham. Aqllarmi, dillarmi uning maqsadini taxmin obdan tushunish uchun. Ve nufus ilayhi asra. Boshqalarning ko'nglimi uningga yugurib kelish uchun. Ve in kana qad ya'ti min wara'il haja ve in kana manda bo'lsin dedi. Qad ya'ti min wara'il haja degan u odatda so'zlash usuli ehtiyojdan chiqsimi, hojatni ado qiladi, maqsadni uqtirdi. Lekin hammada o'zi talpinib, gapini quloqsiz tinglab, qabul qilib, qilishda texmanda, udra qabul qilsam deb mushunda dedi demak. Va yablugha afhamahum ala ba'd al-mashaqqa. Va in kana qad ya'ti va yablughu afhamahum ala ba'd al-mashaqqa. Ularning tushunishiga
sal japa bilan yetaladigan bo'lsa-mu, biroz kuchab aran-aranmada tushundirdi maqsadni. Ammo tushundira oladi. Shunda bo'lsa-mu, bosh-boshqa so'zlasam, ular siz tushunib, gapimni siz qabul qilsa dedi. ولله عز وجل أن يمتحن عباده بما يشاء من التخفيف والتثقيل. عند الله سبحانه وتعالى ننكه özden hoşunda hukuki dedi. Hak hukuki. Lillah diyen Allah'ın hak hukuki. Bendilerine ağırlaştırış olsun, yengilletiş olsun, halgança bunda sınakla akıp sınaş özden hakkı dedi. Ve yabluva akhbarahum. Ularının haberlerini, kuşurlarını sinab taqış. Yani qanda qılıdı bular. Bulardan qanda sadir buludu. Bunu sinab taqış üçün. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ كَيْفَ أَحَبَّ مِنَ الْمَكْرُوهِ وَالْمَحْبُوبِ Qasını yaxşı göstərir. Allah Teala qanı, xalq qanı yaxşı görüb, manda sınay deb qalsa, öz yaxşı gördüğün ahvalı bilan sınaydı, bende yaqıdığan şekilde mi sınaydı, bende yaqtırmaydigan şekilde mi sınaydı. Mesela Musa Aleyhisselam'ınki tili ravan emasdi. Muşundan sınaptı. Yani birisi şunda natık, unulan sınavı, şu natıkını cari işlettim o ya ki özü Kur'an'la kütüm amanında sözmentim de temanna kılıp çıtak çıkardı mı, muşundan sınavı dedi. وَلِكُلِّ زَمَانٍ ضَرْبٌ مِنَ الْمَسْلَحَةِ Yani her bir zamanga münasip bir faydalık iş var dedi. Darb diyen bir tür, durub. وَنَوْعٌ مِنَ الْمِحْنَةِ Bir türlük sınık var. Her zamanın öz layıkıda bir xil faydalık işi, bir xil sınıkı ve şekli minel ibadet. Malum bir xil ibadet şekli var dedi. Yani Allah Teala şu Musa Aleyhisselam'ın tildeki kikeşlik illetini onuşvetti mi, onuşvetmedi mi? Onuşvetti dedi. Musa Aleyhisselam dua kıldı o. Dua kılanıken duasını cevap kıldı. Yani bu cevap kılanlığın delini mağazsen ya da delil bağ edilmek çekin. Ve minnet delil ala ennallahu azze ve celle halle tilkel uqda. Aç kikeşlikine Allah Teala onuşvetkenlikinin delili olsa, yani Allah Teala'nın aşkı kikeşlikine tüzletkenliki, onuşvetkenlikinin delili olsa ve atlaka zelke ta'qid, aşı ta'qid gen kikeşlik. Aşını revan koyuvetkenlikinin delili olsa, hübse diyenmi geplanmayı duduklap kılış. Muş ayet aşı delillerinin cümlesinden neydi? Rabbi şirahli sadri. Musa Aleyhisselam kıyan dua. Benim könlümden azada rahat kıpagin ve yessirli emri. İşini kolay kıpagiyse vahlul uqdatan min lisani. Tilimdeki aşı duduklaş illetini ravallaştırıvetkeyse şunda kılıvatsan ula yefkahu kavli. Benim sözümle derhal düşünüvagay. Vecalli veziren min ehli. Benim ailemden, uruktukallarımın içinden bana bir yardımcı, hemdemçi vezir depte vezir diyen şu beni canlandırdıgan, şeytidgan demiş. Vezir diyen şu man. Mesela vezirdek bir yardımcını kıtpagen diyenlik. Harun ahi, bu kim dese, benim kardeşim Harun'la hemdemçini kıtpakla. Uşdud bihi ezri. Şedde ezrahu diyen beni aşamadan güçlendirser diyen. Şu vezir yenge bir ezirden çıkılmaz. Şedde ezrahu. Anda yer ülek tulduğan, güçlendirip birdiğan, müstehkemlep birdiğan diyen. Ve eşrikhu fi emri. Benim işimde onu şirk koygan bolsa, yani beni peygamber kıldılar. Benim aşkarın şunumu bana şirk kılıp onun peygamber kılarken bolsa. Başında dua kıldı. Dua kılanken muş ayet kadarına. Ayette Allah Teala "Kad utite su'leke ya Musa." Tilgelerin sana verildi ey Musa. Tilkin icabet kılındı ey Musa. Su'lek yani sualek. Utite u'tite demanda. Ama icabet kılıvettın diyen yapma. İnak mı? Felem taqal isticabetu ala şey'in min duaihi dune şey'in li'umumil haber. Lakin Musa Aleyhisselam bir nekçinasını tilidi. Sana ravan boluşunu, karındışını vezir kıttışı ve. Tilgenden kim? Tilken icabet kılıvettik, bir vettik sana, nünün tilgen bolsan diyen kim? Aşın hemen bir vetkelikinin alameti. Onu bir kısmını birip, bir kısmını bämidi deyin bir gep yok bununla. Çünkü meyadaki lafzı Allah Teala bagan haber umum. Yani sen tilgenini bir vettiktir. Nimi tilgen bolsan hamını? Ma tilgenini icabet kılıp, ma icabet kılıp gep yok olan iken, muşu delil buldu demiş. Annesi peygamberem tuvatta. Peygamber
وذكر الله تبارك وتعالى جميل بلائه في تعليم البيان. Bela deganni sinashdi do'qsinama. Alloh taolam da shunda ifodalash, maqsadni bayon qilish, shuni Alloh taolo bandalarga o'rgatgan. Bayonni o'tish orqali bandalarning chiroyli singanligini tilga olgan Alloh taolo. Va azima ni'matihi fi taqwim al-lisan. Lisanni ruslashda katta ne'matini tilga oldi. Tilg'alab bunda dedi. Ar-Rahman allama al-Qur'an, xalaqal insan, allamahul bayan. Bunga maqsadni ifodalash, bayon qilishni o'rgatdi dedi. Bu bir ne'mat, katta ne'mat bu. Va qala hada bayanul linnas. Mana bu xaloyiq uchun bayonot ma'lum, ochiqlash deganda. Ya'ni Qur'on Karim masalan butun insonlarga e'lon qilgan bir bayonot. Va madahal Qur'ana bil bayan val islah. Ya'ni Qur'on Karimni bu noat ochiq bayon qiladigan, maqsadni to'liq ifodalab turadigan, unda g'uvoliq yo'q deb madilada deydi. Qur'on Karim shunda ochiq deb. Va bi husn at-tafsil, ya'ni noat chiroyli shaklda tafsili bayon qilingan kitob ekanligini tilg'alab madilada. Val idah to'liq izohlangan. Va bi jawdatil ifham, maqsad qilganni noat ubdan tushuntirishidan madilada. Qur'on Karim noat ochiq tushuntirdi masalani. Va hikmatul iblag, yetkizishda noat hikmat usulda yetkizdi deganlar. Va sammahu furqana, Qur'on Karimni furqon deb atadi. Ya'ni haq bilan nohaqni ayiruvchi deb atadi. Nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadira. Kama sammahu Qur'ana. Qur'on Karim deb atagandek furqon deb atadi. Wa qala arabiyyun mubin. Maqsadni aniq ifodalaydigan arab tili bilan keldi deb mundami sifatlagan tili. Bu bir madilashir. Qur'on Karimni madilaganlik. Bilisanin arabiyyin mubin degandek ashunda madilada. Wa qala wa kadhalika anzalnahu Qur'anan arabiyya. Yana ana shunda shaklda uni arabcha Qur'on qilib tushirdik. Yani shu Qur'onda necha oyat bor, shu oyatlarga mazmunni demak. Ana shunda qilib biz Qur'on Karimni arabcha tushirdik. Wa qala wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay. Sana biz Qur'on Karimni hamma narsaga bayon qilib bayon bo'lguchi qilib tushirdik. Va qala va kulli shay'in fassalnahu tafsila. Yana hamma narsani biz tafsili bayon qilib o'tdik dedi. Va zakarallohu taala li nabiyhi hala Quraysh fi balaghatil mantiq. Alloh taala payg'ambarga Quraysh qabilasining mantiqa, so'zmallik masalan, so'z qilish balog'atidagi ahvolni bayon qildi dedi. Va rajahatul ahlam, aqlininki noati o'tkirligini. Rajahatga shu o'tkirlik. Ahlam degan aqllar, tushda keldi. Ya da aql degan ma'no. Am ta'muruhum ahlamuhum. Va sihhatul uqul, aqllarning sog'lom. Demak, aqlning sog'lom, tilning shunda stilistiklik ahvoli manda deb bayon qiladi deydi. Va zakara al-araba va ma fiha min ad-daha. Yani arablarni tilg'alab Alloh taolo arablardagi ba'zi sifatlarni bayon qildi. Masalan, uningda bunda noati hilgarlik, daha degan tutuluq, ilgarlik. Va nakra yamonlik, munkar deymizmi? Satlik, qabihlik deganday. Val makkarlik, ilgarlik ham. Va min balaghatil alsina, yana tillarninki balag'ati ba, ilgar, makkar, bunda haq deb arablarning sifatlari dedi. Yana walladada indal husuma. Husuma degan talash qilib bir da'voda surilib qolgan chaqda ladad degan ma'noda qattiq jidallashilgan. Faqala ta'ala fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidad. Qo'rqish, andisha ketgandan keyin ondan sizlarga zahardek tilni sanjiydi degan. Bu shu arablarning unda usulligi. Demek bunun tili yaman demekçi. Gep sıkakma. Yani uçluk mısın? Bisiva aslında tilinden sizge azardı yamanında. Demek bunun gep uçlukuna bayan kıldı. Ve kâla litunzira bihi kavmel ludda. Aslında husumettina kattık tutuşup gidilgan, kattık zilerleşilgan bunda bir kavmini agahlandırışın üçün dedi. Demek bu Araplarının sıfatı. Ve yüşhidullaha
ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Mening qalbim bundattı, qalbim saptı deb bizning qalbiga Alloh taolo guvoh qo'ydi. Amaliyotda halbuki u talashlar qilib davolashganninki husumatda eng yomon edi. Bu arablarning usullari mana. Va qala alihatuna khayrun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Yani şu arablardan birisi İsa alayhisolamning gapini qilib biz ibodat qilgan mush butla bu manda anda hatta cehennem bo'lsa, İsa mı umuşunda bula deganda har xil gaplarni qilib, har xil misolni urib, bunda qilgan chaqda bunda debkin. Alihatuna khayrun amhu. Bizning ilohimiz yaxshimi yoki İsa'ningmi? Yani İsa mı demakchi? İsa'lar bizning butlarni selishtiryapti. Agar u İsa mı shunda nima bo'lsa ya o'xshashib qolsa bizning butlarimiz bilan İsa o chaqda u hatta cehennem bula degandek. Çünkü bir ayette innekum ma ta'buduna min dunillahi hasabu iqratwa hasabu cehennem yoki hasabu cehennem degandikan biz ibodat qilgan shu butlar hasabu cehennem bo'lsa-ma xristianlarmi cho'qindiganmi İsa'mi hasabu cehennem o'shunda deb manda gaplarni qilib misol bergan bu arablar bergan misol alihatuna khayrun amhu bizning xudoyimiz yaxshimi yoki İsa'mi demoqchi. Müşunda misallarını birib Resulullah bilan takallashgan deymiz, talashtirgan. Ma darabuhu laka illa jadala. İsa alayhisolamning u misolini aqasanda jidalxo'rlik qilish uchun kelgan narsa. Boshqa ish emas. Bal hum qawmun khasimun. Yo'q, zari ular amaliyotda ashunda qattiq husumat qilgan talashtirishga amroq bunda haq demoqchi. Ya'ni uning tabiati unda bo'lsa, uning xuy payli bundan. Summa zakara خلابة ألسنتهم خلابة deganni bizni degan to خلابة degan mayada nimanda o'zga maftun qilgan nima jalb qilgan maftun qilgan manzarun khallab deymiz odamni maftun qilib oladigan ko'rinish degandek tillarning ashunda kishi maftun qiladigan darajada yomonligini bayon qildi vastimalatahum al-asma' bi husn mantiqihim tilining nutqininki go'zalligi bilan butun quloqlarni o'ziga moyil qila oladiganligini tilga oldi. Faqala yaqulu tasma' li qawlihim. Bu badbaxtninki aloydiki taqa agar sanimda ularning da'vatgan gap so'zlari ansang quloqsan anglab ketsa bak ajoyib so'zlaydi bu demakchi. Ya'ni gap usta demakchi. ثم قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. Yana bir oyatda kishilardan shunday kishilar borki, dunyoviy hayotda qilgan gap so'zlari sana bak yarab ketadi. Masalan, odatdan tijoratda bunda pul topgan, bunda tomosha qilgan, bunda nima qilgan deb o'zining shu qilmishlarini shunda tasvirlab so'zlab ketsa, biz ayron qilgan odam borganda. Ma qawlihi وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. Andan bu sen qishini ketgandan keyin zaminda buzg'unchilik qilib, hammani halok qilib o'tishga tirishadi dedi. Yuhlikal harth, yani ziraat, hosillarni halok qiladi va nasl degan insonlarni naslni quritishga harakat qildi. Yani ashuna munofiqlarni. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. Demek Araplardan işledin bunda süpetteki bedbahtlar battı demek. وقال الشاعر في قوم يحسنون في القول ويسيئون في العمل. Gapda shunda obdan qilib, yani gapga usta, lekin ish qilishga kelgan chaqda nachar yoki yaxshi ish qilmaydigan Munda kishilar haqida shoir bunda degan edi. Qala Abu Hafs Umar ibn Uthman al-Shamri anshadani al-Asma'i lil-Muka'bir ad-Dabbi. Asma'i degan arablarning ko'pincha she'r va gap so'zlarini rivoyat qilgan lug'atshunos olim. Bu Muka'bir ad-Dabbi degan mushoirning she'rini Abu Hafsga o'qib bergan. Kusala ma o'rin haq demoqchi. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إذا لاقيتهم غير منطق. Gap so'zi joyida. Lekin uchrashib qolsang, ularni to'g'ri xatlaydi.
Yulaha bihil mahrubu ve huve ana'u. Yulaha degan aşamalar bunda gilgil qilinib turadigan, tasalli beriladigan degan. Mahrub degan urushda ziyon tatqadim. Urushda yangalib ketgan, urushda urug' tuqqandan ayrilgan, ani qayg'asirib qolgan odam bo'lsa, undan gapni qilib, uning ko'nglida tasalli berib, ko'ngli olalaydi deydi. Ama ameliyat o'rin ish qilmaydigan. Ve huve ana'u. O bir harg'illik debdim. Bu harg'illik degani shu kishilarning sukuniki bo'lgan. Erkakda o'rinli qilib ish qilmay yetib olgan degan bo'lishi mumkin. Ana degan harg'illik, mashaqqat, jafo. Ve qila lil-Dirhaman. Birisiga bunda deyilibdi. Ma taqulu fi Xuza'a? Xuza'a qabilasi qanday qaraysan? Qala ju'un va ahadith. Ashliq bilan shu quruq gaplar bor. Burun qalqolgan ekan, ishlamaydi ekan. İşlemeyen ekan shu qo'saq och qoladi. Qo'saq och, gap setib o'tirgan xalq. Yani bu işlemay gapni to'liq qilganlarning sifati ekan. Ma bir abzas she'rni atlab ketadi. Ancha tushunishga emaskan bu. وَلِأَنَّ الْعَرَبَ تَجْعَلُ الْحَدِيثَ وَالْبَسْطَ وَالتَّأْنِيسَ بِالْبِشْرِ مِنْ حُقُوقِ الْقِرَى وَمِنْ تَمَامِ الْإِكْرَامِ. Yana Araplar qaranlashish, bas deganda etilib yeyilish, azada etilib yeyilish va ta'nis bil bush, xush chiroy bilan oldiga chiqib ulfatlashish, ya'ni mehmonni siqib qo'ymaslik uchun. Min huquqil qira degan mehmonni kutib olish majburiyatlaridan demak. Huquq degan o'shada mehmonning haqqi. Qira mehmon qilish, mehmonni kutib olish. Mehmonni kutib olish yoki mehmonning haqqida qaraydi buni. Ve min tamamil ikram, yani mehmonning nihoyatda to'liq izzatlashning jumlasidan deb qaraydi. Mehmon keldi masalan, kelgan ekan, uningga ochiq chiroy bilan gapsiz paranglashib, amanda nima qilsa, mehmonningki haqqi ham izzat deganlik deb tushunadi. Mehmon gap qo'shilib turilib qolib, gap qilmay bunda tursa, u mehmon men egilsab qo'yishma deb siqilib qo'yishi aniq. Qalu min tamam ad-diyafati at-talaqatu 'inda awwal wahla. Arablar debtamni mehmondarchilikning to'liq bo'lishi uchun, to'liq mehmon qilib kutib olishning jumlasidan at-talaqa, ochiq chiroy ulash yoki talaqa degan tili ravon bo'lish desang bo'ldi. Talaqatul lisan yoki bivajhin talq degan, ya'ni ochiq chiroy degan. Ochiq chiroy degan bakrak kelmaydi. Inda avval vahla, dastlabki diqqat qilishda degan. Vahla degan ko'ngil bilan diqqat qilish. Mesela mehmon sana birinchi qatim shunda chiroyingga diqqat qilgan chog'da, chiroying ochiq chiroy bo'lishi bu mehmondarchilikning tamomining jumlasidan. Yana va iqalatul hadith 'inda al-muakala. Tamoq yeyishib bergan chog'da mehmonga asli vaqtlarda tamoq yeyotgan chog'da uzun parang qilish. To'xtab qolsa, mehmon tamoq yemay to'xtab qolishi mumkin. Deb paranglashib qolsa, paranglashib mehmonmi tamoq yeyishi mumkin. Yani tamoq yegan chog'da paranglashish sünnet dediğin gap var. Bizim vücuttan tamak yağılgan gapta tam olmayı dediğin iş olsun. Bu belki mehmon bilan tamak yegan chog'dagi ish bo'lishi mumkin. Ve qala sha'iruhum ve Urva ibn al-Ward. Urva ibn al-Ward bu shu jahiliyatga mashhur arablarning birisi. Hem shoir, hem nurg'un shunda vaqalikni qilgan qabila boshliqlarining birisi. Salil ja'i'al gharsana ya umma munziri. Munzirning anasi aç qağallardan so'rab bakın. Al-ghartan bu shu aç degan. Ja'i' degan lafz. İza ma atani bayna nari ve majjari. Shu aç qosaq kishi mening yaqqan gulxinim bilan o't qalaydigan cho'lda. Shu o't bilan mal bo'g'izlaydigan ya tugilar yatadigan qo'tan deydi. Shu orliqda kelib qolsa, aç odamdan so'rab bakın. Men qanday qilganman? Qanday kutib olganman uni? Majjar degan shu tugatgan qo'tan bo'lishi mumkin. Makan bo'lsa, jazur degan tuga emasmi? Yoki qassoblikdan kelgan bo'lsa, men tugi bo'g'izlaydigan joy degan bo'lsin. Hal absutu wajhi, bundan so'rab bakın. Chiroyim shunda ochiq yo'q, bunda rahat bo'lamdi, bo'lmamdan. İnnehu evvelul qira. Aşo, yani ochiq chiroy bo'lishim, mehmonni kutib olishimning birinchi qadami, avvalgi bosqichi. Ve abzul ma'rufi lahu duna munkari. Men uningga yomonligimni chiqarmay, yaxshiligimni o'ymay beritaman. Abzul degan xaylayma beritaman. Men nat mehmonda sumachim. Ve qala al-akharu lihafi lihafud dayf.
Mening yotqanim lahaqqa yotqan. Mening yotqanim shu mehmon efindiga yotqan shu deydi. Vel baytuhu. Mening uyamma shu mehmonning uyi. Xuddi uyning xo'jayinidek, shunda rahat yotadi uyda. Velam yulhini anhu ghazadun muqanna'u. Ghazal mesela kiyik deb turma. Ghazal degan kiyik. Muqanna' degan romal atavagan, chumbal atavagan ayol demakchi. Ya'ni chumballik sahib jamal. U mehmonni kutib olishimda meni mashg'ul qilib qo'ymaydi deydi. Tushunarmi? Ya'ni men to'liq vaqtini chiqarib, shu kiyik, men bilan ko'ngil ochiman deb o'ttasini uni qo'yib qo'yapman. Mehmonni kutib olaman. Bu kiyikdan maqsad uning ayoli bo'lishi mumkin, ha? Ahu degan ekan, ahu xotan. Alisher Navoiy she'rlarda ahu xotan deb madiylaydigan bo'ladi. Tigi xotanlik bo'lgan ekan. Kimni? Alisher Navoiy. Dadis xotanlik. Shu dadisdan to'liq anglab, xotanning go'zallari, xotanning qizlari chiroyli deb ahu xotan deb madiylaydi. Ya'ni xotanninki qizlari shunda go'zaldi. Shoirlar bu kiyik o'xshaydi. Uyg'urlig'ida egishib qo'yli. Dadisi xotan bağın uyg'urga. Yani divalda lekin. O'zbek divalda. Her kişinin için kiyik o'xshaydi. Chunki ko'zi shunday yo'g'on, uzun yo'g'on bo'lgan ekan, ko'z yo'g'on bo'lash ayollarning go'zallikning alomati. Hurun ayn deymiz-ku. Ko'z yo'g'on, hurparilar degan. Yoki hur deganni ko'zning eqi jiqroq deyish mumkin. Yoki eqi oq qarasqara deganda. Uhaddithuhu innal haditha min al-qira. Men ajmimanга gap qilma, paranglashib turma, o'tira, paranglashib turma. Chunki inna degancha chunki paranglashish mehmonni kutib olish, mehmonga shu tamoqda yolab kutib olishning jumlasidan deydi. Mehmondorchilikning jumlasidan. Va ta'lamu nafsi annahu sawfa yahja'u. Yahja'u degan yanamu degan. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Kechida az uxlaydi. Atas uxlaydi degan, ha? Tahajjud o'qib, Allohning zikr qilib unda o'tiribdi. Yani bu yerda mehmon hamda keyin hamda uxlaydiganligini men bilaman. Uxlaydigan bo'lsa, safarda erib ketgan bo'lsa, men hamda menga erishib chiqqandek bunda esqib qolmasin, siqilib qolmasin da, yana paranglashib, gaplashib, bolchaqamni qo'yib, mehmon bilan bilaman degan. Validalik qala Amr ibn al-Ahtam, shuna ma shoir bunda debdi. Faqultu lahu ahlan wa sahlan wa marhaba. Diyek ketdi. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ahlan wa sahlan. Hadi Arablar Mısır'daki Mısırlıklığa mesela imamla birip qatanmı? Başlama deydi ahlan wa sahlan wa marhaban da. Hani bize paranglashib, bizning gaplarni bir qilishib qilib 5 minutdan keyin ya ahlan wa sahlan ya marhaban. Yana 15 minutdan keyin ya ahlan wa sahlan ya marhaban. Biz aşı başlamış qatın deyishimiz mumkin. Bular shu uyda o'tirgan muddatcha 10 qatın 20 qatın deb qo'ydi. Faqultu lahu ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan, yani sen mush bizning oila tavobatimizdek, mush uyning bir a'zolaridek bunda kelding yani. Yani mush o'zi o'yin kelding degan. Ahlan, yani ahl. Bizning oila tavobatimiz o'xshash edansan demak. Va sahlan yana qulay, siqilmaydigan, rahatda turadigan shaklda. Marhaban degan biz qarshi oldigan. Biz xohlaymiz buni kirishimiz. Atayta ahlan va nazalta sahlan. Bizning oilamizning bir a'zosi bo'lishib bilan kelding. Qanot qulay, bizga siqinchilik ekanmay, bizni qinab qo'ymay, avar qilmagan holatda, o'zingmi siqilmagan holatda bunda tushdi. Rahat bo'lgan. Fa hada mabitun salihun va sadiqu. Mana ma'unat ubdan qunalg'u uy. Yana taxassisliga ag'in birodar mana biz. Azada o'ttaslar deb bunda qarshilish deymiz demak. Yani shunda qarshi olamiz mehmonni. Yani bular o'zlarini mehmon do'st taqdirni qilib. Jamiyatda shu chog'da Arabda shunda mehmon do'stlik batdim. Ko'chman haqida shunda mehmon do'stlik batdim. Shunda turmalardan kazim qattiq bir qo'yni so'yaplar mehmon qiladigan. Wa qala akhar huwa Ishaq ibn Hassan al-Hazimi udahiku dayfi qabla inzali rahlihi. Rahl nima mishada? Ulardan nasıl yüktak ajnasını tushirib, so'ngkilikni egib, mashinadan so'ngkilikni tushirib, o'g'cha men mehmon bilan kulki chaqchaq qilishib, bunda ichilishni qo'liman dedi. Udahiku degan kulishiman degan. Va yahsabu indi
vel mahallu jadibu. Mahal diye turgan şu mahalle koy ya. Şu çağdamda Araplar bijadim köçep, ne diyeyle qo'shishda yashaydigan. Şu turgan neçki 15 kilometr atrofimiz shunda qurg'oq, o'tchib yo'q. Unda bir xil qurg'oqchilik bo'lgan ahvolda mening huzurimda bu mo'lchilik uchraydi dedi. Jadid degan unda qurg'oq. Yani bakımda nereden bo'lsa bir o'tchib ketib uni mehmon qilgan edi. Yani hozir Araplar uchun bu uloqlarga o'tchib intayin muhim. Çölde sefar qilgan chog'da, bir manzilga olgan chog'da uloqlarga o'tchib narsa topsa, qoldiran bir ish bo'lgan ekan, o'tchibning gapini qilyapti. Yoki endi yemak ichmak, boshqa shu turayotgan joyda shunda yemak ichmakning tayini yo'q, bunda bo'lsa-mu, obdan tamoqli bilan mehmon qilaman degan bo'lsin. Wa mal khasbu lil adyafi an yuksiral qira. Endi mo'lchilik degan mehmonga masalan mo'l daston silib, kutilib, bunda qilish degan bu dastonning kang silib, jiq tamoq qilish degan gap emas o'zi. Walakinnama wajhul karimi khasibu. Lekin esil kishilarning sehi markishlarning chiroyi, saxovat chiroyi, esil kishilarning chiroyi mo'lchilikning o'zi. Yani buğdayning bo'lmasa, buğday tuzog'i yo'qmi degandek. Yani o chiroyli so'z qilib kutishim, mushimo mehmonni kutish tayyorlagan yemak-ichmakning o'rindagi narsadir. Shayt bo'lsin. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.